Salom do'stlar, sizlar bilan Iminov DLC yangiliklarga xo'sh do'stlar, bugungi videorolikimizda biz sizlar bilan yana bir bor DLC 26 haqida biz sizlar bilan 3-videorolikni olyapmiz. Xo'sh do'stlar, bugungi videorolikdan ikkita maqsad bor. Birinchisi bu DLC 26 ni sizlarga taxminiy ko'rinishini sizlarga ko'rsatib o'taman. Va ikkinchi maqsad bu sizlarning savolinglarni yig'ish. Ya'ni DLC 26 haqida yana bir marta videorolik chiqarmoqchiman bundan keyin. U videorolik qanaqa bo'ladi desanglar, unda sizlarning savollariga javob berib chiqaman. DLC 26 haqida qanaqa savollar bo'lishidan qat'iy nazar, men keyingi videorolikimda Xudo xohlasa barcha yaxshi savollarga javob berib chiqaman. Xo'sh, videorolikdan boshlash oldin albatta videorolikka like bosib, kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Qanunda biz videorolikni boshladik. Xo'sh do'stlar, birinchi navbatda sizlarga bitta narsani eslatib o'tmoqchiman. Mana bu ekraningizdagi kanalga, ya'ni Telegram kanaliga ham obuna bo'lib qo'yinglar. Juda ham yaxshi, sifatli kanal. Futbolchilarning reytinglari, har xil yangiliklar, tezkor yangiliklar hamda aksiyalar, tekin akkauntlar mana shu kanalda bo'lib turadi do'stlar. Mana shu kanalning silkasi opisaniyada hamda kommentariyada bo'ladi do'stlar. Albatta o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Xo'sh, biz videorolikni boshladik. Ya'ni biz sizlar bilan hozir DLC 26 qanday bo'lishini ko'rib chiqamiz. Bu 100% lik to'g'ri emas, do'stlar. Bu prosta haqiqatga yaqinroq video bo'lganligi uchun men sizlarga mana shu videorolikni qo'yib, sizlarga biroz bo'lsa-da DLC 26 ni o'zbekcha sharhda obzor qilib bermoqchiman. Menimcha videorolik sizlarga qiziqarli bo'ladi degan umiddaman. Videorolikni boshlash oldin videoga like bosib, kanalimga obuna qo'ying. Qanday biz DLC 26 qanday bo'lishini ko'rib chiqamiz do'stlar. Mana do'stlar, DLC 26 ning taxminiy ko'rinishi. Mana shu yerdan hozir bizlar bilan barcha narsani birma-bir ko'rib chiqamiz do'stlar. Sostavga keladigan bo'lsak, DLC barcha yarki tsvetlar bilan foydalangan va bu narsa DLC ning mavqeyasi va boshqa sifatlarini oshirishga yordam beradi. World Cup transferlar oynasini ko'rib turibmiz. Juda ham sifatli, to'g'risini aytaman, menga juda ham yoqayapti bu. Ayniqsa ranglar bir-biriga mos kelishi do'stlar. Orqa fon ko'k, oldi fonda futbolchilar sariq bo'lib tursa, bu juda ham bir yoqimli rangni bizga tashkil qilib beradi va mana bu yerda futbolchilarning reytinglarini ko'rib turibmiz. Xo'p, Ederson, naverno DLC 26 ga qolib ketsa kerak va boshqa futbolchilarni ham ko'rib turibmiz do'stlar. Xo'p, trening, ya'ni mashq qilishlar, mana shu yerdan futbolchilarning formalar alishtirishi va boshqa narsalar ham qo'shilishi mumkin hamda mana bu live onlayn o'yinlarni ham ko'rib turibmizki, juda ham ajoyib va menga juda ham yoqqan narsa bu o'zimiz xohlagan futbolchini yaratishimiz. Ya'ni hattoki men o'zimni shaxsan Iminov deb ham futbolchilarni qo'shish mumkin hamda futbolchilarga tatuirovka qo'shilishi mumkin ekan. Va futbolchilarning, ya'ni menejer, futbolchilarni boshqaruvchi haqiqiy murabbiylar qo'shilishi mumkin. Pep Guardiola, Xabi Alonso, Xavi va shunga o'xshash mashhur murabbiylar qo'shilishi kutilmoqda do'stlar. Xo'p, mana shu bilan DLC 26 haqidagi videorolikni sizlar bilan ko'rib chiqdik do'stlar. Videorolik sizlarga menimcha yoqdi. DLC 26 haqida to'g'ri unaqa katta videorolik bo'lmadi. Maksimal darajada sizlarga tushuntirib bermoqchi bo'ldim. Aytgancha, albatta DLC 26 haqida qanaqa savollar bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldiringlar. Men barchasiga maksimal darajada javob berib chiqaman do'stlar. Videorolik biroz qisqaroq bo'lsa-da, lekin sizlarga foydali va qiziqarli videorolik bo'ldi degan umiddaman. Sizlar bilan har doimgidek Iminov DLC yangiliklar keladi bo'ldi. Hammangizga xayr, sog', salomat bo'linglar do'stlar.